Minecraft dunyosida juda ko'p afsonaviy o'yinchilar bo'lgan, lekin ularning orasida faqat bir nafari Minecraft qiroli bo'lishi mumkin. Bugun biz 3 nafar afsonani solishtirib ko'ramiz va ularning qaysi biri haqiqiy Minecraft qiroli ekanligini bilib olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Keling, dastlab Minecraft'dagi eng tez speedrunner, ya'ni Dream haqida gaplashsak. Dreamning asl ismi Clay. U 1919-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilgan. U Normandiya Minecraft o'ynashni 2014-yildan boshlagan va uning hozirda YouTube kanalida 32 milliondan ortiq obunachisi bor. Va Dreamning kanalida ko'rishlar soni 3,5 milliarddan ortiq. Dreamni Minecraft o'ynashga keladigan bo'lsak, Dream Minecraft tarixidagi eng tez speedrunner, eng aniq fikrlovchi va qochishni ustalik bilan bajaruvchi o'yinchi sifatida tanilgan. Ba'zilar u faqat Minecraft o'ynamaydi, balki u uni boshqaradi deyshadi. Dreamni mashhur qilib yuborgan videolardan biri mana bu video. My dream! Wait, what? Oh my god! Dream Minecraft'dagi eng tez speedrunner deb qabul qilingan sababi u Minecraft'ni eng tez yutgan o'yinchidir, ya'ni 22 daqiqa 55 soniya. Dream bu ishi bilan Guinness rekordlariga kiritilgan. Off the bat to smack it. Oh yes! Keyingida esa o'sha mashhur afsona Technoblade 1991-yil AQShda tug'ilgan. Uning asl ismi Alexander. 2013-yildan boshlab Minecraft'ni faol o'ynash boshlagan. Uning YouTube kanalida hozirda 17,5 milliondan ortiq obunachisi bor. Ko'rishlar soni esa 1 milliondan ortiq. Technoblade'ni ko'pchilik o'lgan deb aytadi. Bunga mening javobim esa, ha, u afsuski o'lgan. U 2022-yil 23 yoshda saraton kasalligidan vafot etgan. Hozir men sizga uning oxirgi xabarini o'qib beraman. Salom. Technoblade'ning otasiman. Bu videoda sizlarga uning oxirgi xatini o'qib bermoqchiman. Salom hammaga, Technoblade sizlar bilan. Bu videoni ko'rayotgan ekansiz, demak men o'lganman. Bu mening sizlar bilan bo'ladigan oxirgi suhbatim. Mening haqiqiy ismim Alex. 2016-yilda chiqqan videoda akamga meni David deb chaqirishni iltimos qilgan edim. Va bu bizning ajoyib hazillarimizdan biri bo'ldi. Shundan keyin internetda minglab odamlar menga shaxsiy savollar berishardi. "O, David, qalaysan?" O'tgan yili reklamalarni anchagina ko'paytirib yubordim. O'yinchoqlar, xoddiy va mening kanalimga obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Aka-ukalarim endi kollejda o'qiydi. Albatta, buni xohlashsa, men shunchaki yomon aka bo'lishni xohlamadim. Shuncha vaqt mening kontentimni qo'llaganingiz uchun katta rahmat. Agarda menga mingta hayot bo'lganida ham men har doim Technoblade bo'lib qolishni tanlagan bo'lardim. Mening hayotim sizlar bilan ajoyib o'tdi. Umid qilamanki mening kontentim sizlarga zavqlanish va kulgu olib kelgan va barchangizni baxtli va uzun hayot kechirishingizga tilakdoshman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Ha, bu Technoblade'ning oxirgi so'zlari edi. Technoblade 2022-yilgacha Bedwars qiroli bo'lib qolgan. Undan keyin Darkwise Bedwars qiroliga aylangan. Lekin Technoblade hali ham afsona bo'lib qolaveradi. Keling, endi hozirdagi eng zo'r cheater yo'g'i Bedwars haqida gaplashamiz. Darkwise 2003-yil Amerikada tug'ilgan. Kechirasiz, lekin Darkwise'ni asl ismini topolmadim. Darkwise'ning yuzi mana bunday. Va uning YouTube kanalida deyarli 7 millionga yaqin obunachisi bor. Unda nega Darkwise'ni cheater deyapsan deysizmi? Siz oldin mana bu videoni ko'ring. Nima? Hech narsani sezmadingizmi? Siz buni qarang. Shuncha chuqurlikka loy qayerdan keladi va Creeper aynan o'sha loyning ustida turgani sizning tasarrufmi? Bu videoni ham ko'ring.
To'g'ri, bu video bir qarashda juda ham ta'sirchan va emotsiyalarga boy tuyuladi. Lekin yaxshilab o'ylab ko'ring. Qaysi ahmoq o'yinchi portalga dinamit qo'yilgani bilib turib ham o'sha portal tomonga va'da va dinamit portlashini kutib turishadi. Keyingi videoga qarang. To clear this, why'd you do that? Agar sizga ham TNT yozilsa, shuni qarab turasizmi? Yana oxirida deb endi bu videoni ko'rsangiz, siz prosta hayron qolasiz. Qarang. Bilaman, nima bo'lganini tushunmadingiz. Hozir tushuntiraman. Dakvaysni sherga urgandan so'ng Dakvays o'yinni darhol Vijivaniga o'zgartiryapti. Lekin qanday qilib o'yin o'zi Vijivaniga bo'layotgan bo'lsa, yana bir marta Vijivaniga o'zgargan bo'lsa, xullas, bu yerda voqea mana bunday bo'lgan. Dakvaysni sherga urgan va Dakvays o'lib qolishini bilgan va undan uzoqroqqa ketgan. U paytda esa Dakvays o'yinni kreativ o'zgartirgan va joni biroz to'lgandan so'ng yana suraga o'zgartirgan. Keling, endi kimga qanday nom berishni aniqlashtirib olsak. Dream Minecraft qiroli, Technoblade haqiqiy afsona, Darkways esa hozirdagi eng zo'r cheater, eng yo'g'i bedvarchi. Do'stlar, men bu videoyim bilan kimnidir yomonlamoqchi, kimnidir esa yaxshilamoqchi emasman. Men shunchaki o'zimning fikrimni aytdim. Shuning uchun shuncha mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.